Yoshlarni oliy ta'limga puxta tayyorlash, ularning bilim va salohiyatini aniq baholash ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda. Ana shu maqsadda Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'quvchilar test sinovlaridan o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi hamda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida Guliston shahridagi umumta'lim maktablarining 800 nafardan ziyod 11-sinf bitiruvchilari ishtirokida tayyorlov test sinovlari o'tkazildi. Mazkur test sinovlari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari talabiga mos ravishda ishlab chiqilgan bo'lib, o'quvchilarga aniq imtihon muhitini his etish imkonini yaratdi. Repetision test sinovlarini o'quvchilarimiz ishlash bilan birgalikda o'zlarini qiziqtirgan savollariga ham javoblar oldi. Bitiruvchilarimiz uchun o'tkazilayotgan repetision testlar nafaqat bitiruvchilar uchun, balki o'sha maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz uchun ham yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy infratuzilma va barcha sharoitlarga ega bo'lgan binoda test jarayonlari shaffoflik va qat'iy tartib-intizom asosida tashkil etildi. Test sinovlari davlat ta'lim standartlari asosida shakllantirilib, o'quvchilarga o'z bilimlarini mustaqil baholash imkoniyatini yaratdi. Jahon tillari universitetiga ingliz tili filologiyasiga kirmoqchiman. Hozirda ingliz tili va ona tilidan sertifikatlarim bor. O'z bilimlarimizni tekshirib olishimiz va davlat imtihonlaridan oldin hayajonlarimizni bosishimiz va test bilan ishlashimizni osonlashtirish uchun testlar olib bormoqda va men bu testda majburiy fanlardan o'z bilimlarimni sinab olish uchun keldim. Bunday sinovlar yoshlarning bilimga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, mustaqil fikrlash va vaqtni samarali taqsimlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.